Aktrisa Zuhra Soliyeva haqida siz bilmagan ma'lumotlar bilan bo'lishamiz. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalishi uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Aktrisa Zuhra Soliyeva yaqin vaqtlarda shaxsiy hayoti va sog'lig'i bilan bog'liq muhim voqealarni omma bilan bo'lishdi. Uning so'nggi intervyulari va chiqishlari orqali uning hayotidagi o'zgarishlar haqida ko'proq ma'lumot olishingiz mumkin. Zuhra Soliyeva oshqozonini kichraytirish operatsiyasini amalga oshirdi va 2 oy ichida 15 kilogramm vazn yo'qotdi. Uning aytishicha, bu operatsiya nafaqat ozish uchun emas, balki sog'lig'ini tiklash maqsadida qilgan. U pandemiya davrida turli mashqlar va diyetalarga qaramay vazn yo'qotishda muvaffaqiyatga erisha olmaganini ta'kidladi. Operatsiya Turkiyada amalga oshirilgan va taxminan $4,500 tushgan. Aktrisa turmush o'rtog'ining xiyonat va zo'ravonligiga 4 yil davomida chidaganini ma'lum qildi. U farzandli bo'lish orzusi bilan bu munosabatni saqlab qolishga harakat qilgan, ammo natijada shaxsiy hayotini tiklashga bo'lgan umidi so'nganini ta'kidladi. Hozirda u yolg'izlikni afzal ko'radi va dili og'rimasligi uchun shunday qarorga kelganini aytib o'tadi. Zuhra Soliyeva xalq artistkasi Saida Rametovaning jiyani bo'lib, uning ta'sirida aktrisalik kasbini tanlagan. Uning aytishicha, Saida Rametova unga hech qachon imtiyoz bermagan va barcha rollarni o'z mehnati bilan qo'lga kiritgan. Milliy teatrda 8 yil davomida shtatsiz ishlagan va bu davrda ko'plab sinovlarga duch kelgan. Aktrisa Zuhra Soliyeva musiqa sohasida ham faoliyat yuritmoqda. U Said Muxtor bilan hamkorlikda Toshkent nomli qo'shiqni ijro etgan. Bu qo'shiq 2024-yilda chiqarilgan va muxlislar tomonidan yaxshi qabul qilingan. Zuhra Soliyeva xonanda Hurriyat Isroilova bilan birgalikda suhbatda ishtirok etdi. Suhbatda u teatrdagi faoliyati, shaxsiy hayoti va boshqa mavzularda fikrlarini bayon etdi. Qarzini so'ragan tanishini o'ldirgan erkak 16 yilga qamaldi. Buxoro viloyatining Romitan tumanida qarzini bermay tanishini o'ldirgan erkak 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda Oliy sud matbuot kotibi Aziz Obidov xabar berdi. Qayd etilishicha, sudlanuvchi 2018-yilda marhumning uzumzoridan $10,000 uzum sotib olgan, biroq kelishilgan pulni belgilangan vaqtda qaytara olmagan. Marhum undan ko'p bora qarzini to'lashini so'ragan. 2024-yilning 22-oktyabr kuni kechki payt qarzdor fermer xo'jaliklardan birining yerida qo'y boqib yurganida marhum uning oldiga borib yana pulni so'ragan. Shunda ular o'rtasida tortishuv boshlangan va mushtlashuvga aylangan. Janjal qotillik bilan yakun topgan. Sudlanuvchi uni o'ldirish uchun bolta bilan uning bosh qismi, peshona va ensa qismiga o'ta shafqatsizlarcha bir necha marotaba urib, uni qattiq azoblab o'ldirgan. So'ngra hodisa joyidagi dalillarni yo'qotish maqsadida marhumning telefonini zakash ichiga, oyoq kiyimlarini esa qamishzorlar ichiga tashlab yuborgan. So'ng hech narsa bo'lmaganidek uydagilar bilan to'yga ketgan. Tun yarmida jasadni yashirish maqsadida voqea joyiga qaytib, uyidan olib kelgan belkurak bilan chuqurlik qazib jasadni ko'mgan. Marhumning jasadi oradan 22 kun o'tgach 13-noyabr kuni huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan topilgan. Holat yuzasidan jinoyat ishlari bo'yicha Romitan tumani sudida ko'rib chiqilgan. Sud majlisida ayblanuvchi aybini qisman iqrorlik bildirgan. U Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish 2-qismi J.I. bandlari bilan aybli deb topildi va 16 yil ozodlikdan mahrum qilindi. Jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tash belgilandi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Namangan viloyatining Pop tumanida amakisining turmush o'rtog'i va uning 2 farzandini o'ldirgan yigit umrbod muddatga qamalgan edi. Qadrli tomoshabin, shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.